Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hammangizga sog'lik, omonlik, hurmatli o'rtoqlar. Hozir mana O'zbekistondamiz, Tamojnida o'rtoqlar. Bitta yangiligim, mana shu Rossiyada kelayotgan hurmatli o'rtoqlarimiz, ogoh bo'ling. Bu taraf Qoplonbek Tamojniy. Mana Rossiyadan kelayotgan o'rtoqlar, ehtiyot bo'linglar. Qoplonbek Tamojdniyda ayollar shunaqa moshennik bo'lib ketgan, hamma odamlarni tushiryapti, valyutchiklar. O'shandan ehtiyot bo'linglar. Ko'p akalarimiz vobshe tushib turibdi. O'sha ayollar vobshe rubl, tanga almashtirib yuribdilar. Qoplonbek tarafda ayollar, valyutchiklar. Ko'p akalarimizni tushirib turibdilar. Ko'bisi aldanib turibdi. O'sha Qoplonbek tarafdan vobshe pul almashlamanglar iloji bo'lsa. Qoplonbek tarafdan moshenniklar vobshe mana bundan ehtiyot bo'linglar. Hammangizga omad. Xullas o'rtoqlar, mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar, hammaga yetib borsin. Hammangizga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Ko'rishguncha o'rtoqlar.